Savol bersak bo'ladimi? Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari, assalomu alaykum. Biz Quychirchiq tumanidan keldik. Baliqchilik xo'jaligida shug'ullanamiz. Savolim ikkita. Birinchisi, bizga lichinka davridan to tovarning bo'ladigan paytgacha o'zining ratsiondagi yemlarni vaqtida yetkazib berisha oladimi agar bular bilan ishlasak? Zo'r savol. Ikkinchi savolimiz, 1 gektar yerga taxminiy 3000 tadan 5000 tagacha sazan solsak, o'rtacha 10 mingdan 16 ming dollargacha xarajat qilamiz. Agar men 50 gektar hovuzga buncha xarajat qilsam, taxminiy 800 ming dollar rasxod qilaman. Avgust oyiga kelganda bu kompaniya bilan ishlasam, menga yem yetkazib bera olmasa, men o'sha paytgacha 500 ming dollar xarajat qilib qo'ygan bo'lsam, shartnomada yuridik ko'rsatib berisha oladimi, что meni yog'iga agar minusda ketadigan bo'lsam, чтобы ущербlarimizni какой-то частini bular to'lab berishga keyin. Agar bularning aybi bilan vaqtida bizga yem yetib kelmasa, Bu gapingizni mana hozir Sirojbek savol berdi. Bu yuridik tarafdan kelishib olaylik dedik. Biz bular bilan uni kelishganmiz. O'sha savolni siz berishingizni yoki baliqchilar berishini bilib, bu savolni biz berganmiz. Bizga yetkazib bermasangizlar javobgarlik bormi sizlarda deganmiz. Bor, agar sen biz bilan shartnomani yil boshidan qilgin deb. Sen menga yoz o'rtasida kelib turib, "Mana yem kerak desang bera olmaymiz. Sababi bizning 10 ta davlat eksport qiladi." Uni tushundim. Shu shartnomangizda siz ko'rsatib ketasizmi? Biz ko'rsatamiz. Biz ko'rsatamiz. O'zini bandida biz tarafdan agar pul vaqtida yetib bormasa, biz javob berishga tayyormiz. Sizlar tarafdan agar yem vaqtida bizga yetib kelmasa, har bir kunimizga qanaqadir o'zingizlarni aybdorlik hissinglarni his qilgan shartnomada ko'rsatamiz aka. Bemalol siz aytgan narsani biz shartnomada ko'rsatamiz. Biz shartnoma to'lgandan keyin zakaz olmaymiz ham. Mana aytdik-ku, mana Musayev aytayaptilar. Yozda 2000 tonna deyaptilar. 2000 tonna jami tadbirkorlarga beraman deyaptilar. Bu 2000 tonna 80 ta odamga yetadi, ishonib oling. Undan ko'p yetmaydi. 6000 ta baliqchi bor. Hozir holat qilmasdan konkret raqamlarga o'tish kerak hozir. Siz shartnoma qiling yoki biz bilan grafikingizni ko'rsating. Sizga yil oxirigacha necha tonna yem kerak? Biz e'tibor olamizmi yo'qmi? O'shani siz bilan yuridik shartnoma qilamiz. Haligi oldagi ham qilmaymiz. Shotdan o'tkazing pulni, shartnomaga biz pechat bosamiz. Agar nimadir bo'lsa biz to'lab beramiz. To'lab berganimizni ko'rishgan ham o'tgan yil. Biz o'z hududimizda biz baliqchiligimizda yem qolmasa ham odamlarga yetkazib berganmiz. 380 furoda biz yetkazganmiz. O'shanda birov kimda qarzimiz qolmagan. Birov kimda qarzimiz qolmadi. Biz oxirida kerak bo'lsa imkoniyatimiz boricha bir ikkita hamkorlarimizga berib tura oldik ham. Lekin sezonda berib tura olmaymiz. Sezon paytida agar kimgadir qarz bersak, ertasi kuni yana bitta odamga yem kelmay qoladi. O'shaning uchun siz aytayotgandek qilib to'la vaqtida bo'lsa, mana zavod aytayapti, 1 oy oldin yo 20 kun oldin pulni ber deyapti. Siz bersangiz, kelmasa biz javob beramiz. O'sha paytda yemingizni agar ko'chada qimmat bo'lsa ham olib beramiz, agar siz ziyon ko'rsangiz biz to'lab beramiz. Zavodga nisbatan aytsangiz, zavodda muammo yo'q. Bu Faradani Erondagi eng katta zavod. 450 ming tonna quvvati bor. Biz bir vaqt o'zida 20 ming tonna zavod uzr kechirasiz. Zavodning quvvati bordir. Men zavodga shubham yo'q. Ularga zakaz berish kerak-da. Bermasangiz bermaydi. Shubhamiz bizda hozirgi paytda logistika bilan hozirgi ketayotgan sal bizga yetib kela olmaydigan biz shubhamiz bor-da, yemni yetib kela olmasligida. Aka o'rtadagi odam bilan shartnoma qilasiz. Zavod sizga zavod aytadi, pulini to'lasang olasan deydi. Beradi bular vaqtida. Vaqtida deganda hozir 10 kunda chiqarib beraman desa, yozda 40 kunda deydi. Tushundim. Siz olib kirib bera olasiz xullas. Biz olib kiramiz, biz javobgarlikni olamiz. Bu yerda siz eronlikni topa olmaysiz ham borib. Bu sezonda u hech qanaqa ulanish yuridik qonunlarni ham bilmaysiz. Bizda masalan o'rtada o'zimizning eronliklarimiz bor. O'zimiz kerak bo'lsa u yerda ular bilan sudlashamiz, boshqa qilamiz yoki biz siz uchun olib kelib qo'yamiz. Bu narsalar mezdu savdo bo'ladigan narsa. Birinchi savolim ham. Birinchi savolingiz nima bilan? Yem ratsionlarini to lichinkadan tovarningacha bo'lgan har bitta o'zining etapidagi yemlar bo'yicha. Chunki Eron bilan men 3 yildan beri kamikar bilan boshqa ishlab ko'rdik. Faqatgina 5-6 razmerdagi yemlarda yo'q, bor hammasi. Biz o'tgan yil ham olib kelganmiz. Shakar tengidagi yemni ham olib kelganmiz 1 grammlik yem uchun. Baliq uchun 1 grammlik baliq yo'q. Lekin buni biz zakazsiz olib keldik-da o'tgan yil. Provaga olib keldik, sotilib ketdi. Lekin yoz o'rtasiga borib chiqarib beringlar desak, chiqarib bermadi. Sababi ular mo'shnisi ular masalan bir chiqarganda fariyga moslaydi, bir chiqarganda boshqa dengiz baliqlariga, bir chiqarganda sazanga moslaydi-da, yozda bularning apparaturasi bo'sh turmaydi, chiqarib bermaydi. Sababi bularga biz aytgan kolичествосini bera olmaymiz. Bittada deydi 200 tonna bersang deydi, o'sha yemni chiqaraman. Ya bizga 200 tonna shakar kerak emas, shakarli yem. Bu demoqchiman,
yilni boshida olib qo'yish kerak bu narsani, yozga kerak bo'lsa yoki 2 oy, 3 oy oldin harakat qilish aka kerak. tushundim sizni. Biza tadbirkormiz, pulimiz har kuni aylanadi-da. Men 300 ming 400 ming dollarga yemni olib qo'yib skilatimga solib qo'ya olmayman-ku. Men u pulni aylantirishim kerak. Buning uchun birlashishimiz kerak aka. Bitta siz emas, biz mana shu komandada Agrotekda birlashaylik, 20 ta tadbirkor bo'lib turib 200 tonnani zakaz bera olaylik, qilib berishadi. Lekin bular olmaydi majburiyatni. Men uni necha yildan beri ishlayman, necha marta borib keldim. O'tgan ham 4 marta borib keldim. Bu savolni borki, men 6 yil oldin, 5 yil oldin uchraganman bu muammoga. Men 20-yildan basseyn qilishni boshlaganman aka. Yarim intensiv apparaturani birinchi bo'lib kelganmiz biz. Demoqchiman, shu narsani muammoni sizdan oldin uchraganman, bularga boshim ortib hamisha gaplashaman. Qilib ber, yozda qilib ber, deyman, qilib bermaydi. 200 tonna zakaz berdik. 200 tonna kerak emas-da, menga o'zi 20 kun boqaman bu balig'im haligi. 5 grammdan 20 grammga 30 olguncha. Uning uchun sizga 3 tonna kerak, yana bitta odam 20 tonna. O'sha yerda birlashish kerak. Birlashsak ola olamiz. Siz mendan so'rasangiz 5 tonna olib kelib ber, yozda olib kelib beraman. Unikal. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Ha. Doktor savolini berdingiz, bularga aytish kerak, lekin bo'lmasa doktorga ulashimiz mumkin vaqt ketadi lekin. Yo'q, anaqa tur. 2 tur, 2 yil tur haqida. Gold bilan nima? Gold degan brendi bor, A degan brendi bor. Shu ikkalasini farqi nimada? Nimaga ikkalasini ham nima? Hozir javob bersinlar, javoblar olamiz. bu yerga og'ay Muhammad Verdipur Faradonani xos vakili sizlarning huzurlaringizga do'stimiz savol qilgan Faradona दो किस्म बार उनजो मिफरस्तान ये कि बाइस्म गोल्ड व दिगा बाइस्म आ इनर फर्कश बच्ची हस ची फर्क दरे इना असम الحمدلله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله خدمت پرورش دهندگان محترم و مهمانان عزیز بنده همینطور که گفتین محمد بردیپور نماینده رسمی شرکت فرادانه بزرگترین شرکت خاورمیانه الحمدلله واقعا خداوند را سپاس میگویم که یه فرصتی پیش آمد در کنار شما بزرگان باشم بنده دکتر نیستم حقیقتا که تشخیص کنم و آنالیز دقیق ارائه بدم تا اینجا بفرمایید و بعد خب بولا فرادانani vakili sifatida birinchidan bu yerga sizlar bilan ko'rishib turganlaridan mamnunlar, sizlarga salom yo'llaydilar va Faradonani aytibdilarki, Xavarmiyona O'rta Osiyoda eng katta zavod baliq donini yetishtirish bo'yicha deyaptilar va buni aytibdilarki, bu ikki xil dona kelishuvga men bunday taxassusim yo'qki, men doktor emasman, shu baxsli doktori emasman. Men aniq bilmayman, uni tarkibi nima, buni tarkibi nima, uncha aniq ma'lumotim yo'q deyaptilar. اما میدونم که فرقش خیلی کمه در حد نیست یعنی فرقش خیلی کمه همون برند فرادانه فکر کنم برند اصلی شرکت فرادانه است که به نام خودشه Shu ikkisi ham brend Faradonani asli asosiy nimalaridan tavlididan va farqi ancha oz, uncha ko'p farqli emas deyaptilar. Xohlasangiz men ham qo'shimcha aytaman. Mana shu Faradonada 60 ga yaqin qopi bor. Qopi deganda brendning nomi bor. Bu yerda ana Mumtoz ham chiqadi, boshqasi ham chiqadi. Har qanaqa tadbirkor boradi. Siz mana Shuhrat aka degan brendni chiqartirib bersangiz chiqarib beradi. Faqat uning minimal anaqasi bor. Qanchadir. Lekin aynan mana shu Faradani A uning o'z brend. O'zlari o'ylab qilgan, o'zlari qilgan. Qolgan
brendlari ko'p brendlarini qaysidir tadbirkorni eksklyuziv qilib berish uchun zakazini olgan. Bularda STM zo'r ishlaydi, ya'ni собственный товарный marka deydi. O'z brendingizni qilib kelishingiz mumkin. Shunaqa takliflar bilan har xil yem chiqib keladi u yerdan. Bu mana shu Faradani A bilan Faradani Gold tarkibida turadigan o'zingizdan bilasiz, unaqa katta farq yo'q. Faqat haligi qaysidir tadbirkor boradi, boshqacha chiqarib ber deydi, chiqarib beradi. Eron zavodlarida bu keng tarqalgan narsa. O'z brendingiz bilan chiqarib beraveradi. Shuning uchun u yerda 60 ga yaqin bor. Ya'ni kuchukni ham, mushukni ham, farelni ham, itni ham hamma narsaning naqasi bor, yemi. Bu yerda 60 ga yaqin brend narsa bor. Nomi boshqa, lekin orqasida производитель Faradani. O'shaning uchun bu yerda aynan karp baliqlaridagi ikkita brendda farq juda kam. Uni ishlatib ko'rib, muhitga qarab har kim olyapti. Masalan, Gold sal qimmatroq, A sal arzonroq, odam har kim o'ziga qarab qilaveradi. Lekin bu ichida bir xil deb ayta olmaymiz. Uni o'sha tadbirkormi yoki o'zlarimi qandaydir farq bilan vitaminini yoki proteinini oshroq yoki kamroq qilib qilgan bo'ladi. Bu yerda farq asosan talabga qarab qo'yiladi. Siz o'z brendingizni o'ylab topib, uni ichiga proteinni ko'proq, yog'ini kamroq, usini buni qilib ber deb siz laboratoriyadan xulosa bersangiz qilib berishadi. O'shaning uchun qilinyapti u yerdagi ishlar. Bularning ishlari. همین خاطر شرکت فرادانه کیسه فرادانش را به نام خود کارخانه معرفی کرد که کیفیت پایینی از بقیه کیسه هاش نداره. یعنی اسم خود کارخانه روی همون برند فرادانه است. O'sha Faradonani yemlarini qopiga Faradonani o'zini brendi urilgan, emblemasi urilgan. O'sha sifati asosida yoki o'sha zavodni o'zini yukini bildirish uchun o'sha kifoya qiladi deyaptilar. بنده به عنوان نماینده فروش خوراک ماهی صحبت می‌کنم. می‌فرمایید یا بفرمایید. Bular aytyaptilar, men Faradonani yukini sotish bo'yicha vakiliman bu yerda. Faradonani yukini bu yerga O'zbekistonga کسی که وظیفه‌اش انتخاب درست محصول، بررسی بازار و دفاع از منافع پرورش دهنده است. Bizani asosiy hadafimiz, asosiy maqsadimiz deyaptilar. Bu baliqchilarga yem yetishtirish, sifatli yem yetishtirish, vaqtiga yetishtirish shu narsalar. دفاع از منافع پرورش دهنده. Va baliq yetishtiruvchilarni nafi uchun biz ishlaymiz, zarar uchun emas deyaptilar. چرا این نکته را میگم؟ چون که تجربه به من ثابت کرده پرورش دهنده ها بیشتر از هر چیز دنبال چه چیز هستند؟ سه چیز هستند. Menga tajriba sabit qilyapti deydilar-ki, bu baliq yetishtiruvchilar asosan 3 narsaga bular nimasi bor. 3 narsani xohlaydilar bu baliq yetishtiruvchilar. Ya'ni کیفیت واقعی، قیمت منطقی، نتیجه در عمل. Birinchi tovarni sifati, ya'ni bular yetishtirib beriladigan donalarini, yemlarini sifati. Ikkinchi narxi, qancha narxga bilasizlarga yetishtirib beradi. Va uchinchi natija. Sizlar masalan shularda yemini baliqqa berib, nima natija olasizlar? Shu yetishtiruvchilar asosan shu 3 ta narsaga ko'proq e'tibor beradilar deydilar. تجربه شخصی من در انتخاب برند فرادانه، من قبل از اینکه نمایندگی هر شرکتی را قبول کنم در ایران و کشورهای خاورمیانه و منطقه بازار و خوراک ماهی را بررسی کردم، با پرورش دهنده ها صحبت کردم، نمونه ها را دیدم و مهمتر از همه نتیجه در استخر را مقایسه کردم. Bular aytayaptilar, men boshqa sohalarda hamma sohani tekshirib, men O'rta Osiyoga shu zarurat borligi, shu eshitmachilik borligini ehsos qilib, men Faradonani nimoyandagligini o'z zimmamga olganmanki, ularning yukini sizlarga yetishtirsam, ya'ni shu joylarga bir kerakli narsa bo'lgani uchun deyaptilar. بعد از این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدم که شرکت فرادانه از نظر ثبات کیفیت، ترکیب علمی خوراک، قیمت رقابتی، سوددهی برای پرورش دهنده جزو گزینه‌هایی هست که من بدون نگرانی میتونم نمایندگیش را قبول کنم. خب، bular aytayaptilar, Faradona sabot kayfiyat degani
ya'ni doimil vaqt bir sifatda, ya'ni sifatini buzmasdan yukni olib kelish zimmasini o'ziga oladi va narxlarini ham doim o'sha me'yorida ushlab turadi, narx ko'tarmasdan va undan tashqari yetishtiruvchilarga foydasi tegish uchun ishlayapti deydilar. اگه صادقانه بخوام بگم من باید آخر کار بتونم جلوی پرورش دهنده ها بیستم و شرمنده نباشم. Va oxir vaqtga men sizlarning oldlaringizga turib shu ishlarni qilgandan keyin sizlarning oldlaringizga turishga men xijolat bo'lmasligim uchun yuzi yorug' bo'lishim uchun men shu ishlarni qilyapman deyaptilar. همین ممر و هم از لحاظ تولید توناژ روزی 1000 تن این اطمینان را به بنده داد. روز 1000 تن شما اینجا وارد میکنید یا تولید اونجا؟ تولید توانایی شرکت فرادانه. شرکت فرادانه kuniga 1000 tonna yem ishlab chiqaradilar deyapti. جایگاه فرادانه در منطقه فرادانه فقط یک برند داخلی نیست. این شرکت با چندین کشور خاورمیانه همکاری داشته و از اولین و بزرگترین تولید کنندگان خوراک آبزیان در منطقه به شمار می آید. Bu Faradonani zavodi bitta Eronning ichiga nomi nishoni yo'q. Bu O'rta Osiyoga, boshqa joylarga ham buni o'ziga yarasha hurmat e'tibori bor deyaptilar. وقتی دیدم این شرکت تجربه کار در شرایط مختلف آب و هوایی رو داره، با گونه‌های مختلف ماهی کار کرده و نگاهش فقط فروش نیست بلکه همکاری ماندگاری همکاریه. تا اینجا میخوام بگیم Xo'p, bular aytayaptilar, endi bular nima uchun o'sha Faradonani nimasini представительligini o'z bo'yinlariga olganlarini aytayaptilar-ki, men Faradonani zavodini ham ko'rdimki, uni hadafi yo maqsadi bitta yukni sotish emas, ularni maqsadi hamkorlik qilish, sifatli yuk yetishtirish, bu narsalar bo'lgani uchun men buni o'z o'tamga oldim. و در شرایط مختلف آب و هوایی shu sharoit تجربه. bali. Shu ob و havo shu sharoitlarga mos bo'lgani uchun. این نتیجه رسیدم که این برند میتونه به درد پرورشدهندگان ازبکستان بخوره، چون تجربه پرورش آب ایران و آب ازبکستان تقریبا یکیه. Bular aytayaptilar, men shunga shu narsalarni ko'rib, tekshirib, bunga amin bo'ldim deydilarki, O'zbekiston bilan Eronda ob va havo, iqlim sharoiti bir xil bo'lgani uchun bularda yetishtirayotgan yemlari O'zbekistonga mos keladi degan ma'noda. نقش خوراک ماهی در سلامت ماهی به زبان ساده، همونطور گفتم بنده پزشک نیستم، اما یک واقعیت عملی وجود دارد. تا اینجا بفرمایید. Bular aytayaptilar, o'sha ishlab chiqarilayotgan yem yo xo'roklar baliqda salomatligi uchun ish berishi kerak. Sifati yaxshi bo'lishi kerak maqsadlari. Hamina درست؟ نقش خوراک در سلامت ماهی به زبان ساده مثلا یک واقعیت عملی وجود داره. بخش زیادی از مشکلاتی که ما اسمش رو بیماری میذاریم در واقع از تغذیه نامناسب، تغییر ناگهانی خوراک یا کیفیت ناپایدار دان شروع میشن. Bular aytayaptilar, ko'proq kasalliklar shu baliq yetishtiruvchilarga ko'rinib turadi. Ko'proq nimani yemda sifatsizroq bo'lgani uchun va nima deydi? Bu to'g'ridan noto'g'ri ovqatlantirish shu narsalardan kirib chiqadi deyaptilar. خوراک خوب بیماری را درمان نمیکنه، اما احتمال بیمار شدن را کم میکنه. هزینه‌های دارو و تلفات استرس را پایین میاره. Yaxshi yem baliqni sog'altirmaydilar, nega baliqda kasal bo'lmasiga imkoniyat yaratadi deydilar. این همان جایی است که خوراک با کیفیت سوددهی ایجاد میکنه. Va yaxshi sifatli yuk foyda keltiradi, zarar keltirmaydi deydi. نگاه ما پیشگیری اقتصادی، نگاه من و برندی که نمایندگیش رو دارم اینه پیشگیری بهتر درمان است و پیشگیری از خوراک شروع می شود. Bu kasallikni oldini olish
kasallikni davolashdan ko'ra arzonroq, yaxshiroq deydilar. O'shaning uchun yaxshi ovqatlantirish, sifatli dona berish, yem berish yaxshiroq deydilar. پیشگیری بهتر از درمان است و پیشگیری از خوراک شروع می شود. وقتی خوراک هضم‌پذیر باشد، یک نواخت باشد و متناسب با فصل و شرایط مصرف بشه، در نتیجه پرورش دهنده رشد بهتری می‌بینه، FCR منطقی تری داره، وابستگی کمتر به دارو پیدا میکنه. Yem agar sifatli bo'lsa, yem berish, oziqlantirish, ovqatlantirish agar yaxshi bo'lsa, baliqning kasal bo'lishi oldini olinadi va baliqning parvarishiga, vesiga yaxshi ta'sir qiladi. هضم‌پذیر می‌شود. خوراک وقتی خوراک هضم‌پذیر باشد، یک نواخت باشد و متناسب با فصل و شرایط مصرف بشه. Yaxshi yem bo'lsa, baliqlar yaxshi hazm qiladi, yaxshi vesaladi, yaxshi رشد بهتری خواهد داشت و نیاز به دارو نخواهد داشت. یه جنبندی کوتاه بکنم برادر. من اینجا نیومدم بگم خوراک همه مشکلات را حل میکنه، اما با اطمینان میگم انتخاب خوراک درست نصف راه موفقیت در پرورش ماهیه. Bular aytibdilar, yem yo baliqning xo'roki hamma qiyinchiliklarni o'rtadan yo'qotmaydi. Faqat yaxshi oziqlantirish yaxshi bo'ladi deyaptilar. نصف راه موفقیت در پرورش ماهیه. خوراک درست. Bu yarim parvarishni yarmini shu yaxshi oziqlantirish o'rdasiga oladi deyaptilar. بنده بعد از بررسی بازار منطقه فرادانه را انتخاب کردم چون هم کیفیت قافل دفاع داره و هم قیمت خوراک و هم نتیجه‌ای که به پرورش دهنده می‌دهد. Bular aytibdilar, men shu sharoitlarni ko'rib, undan keyin Faradonani nimoyandagiligining yo представительligini o'z o'qdamga oldim, o'z zimmamga oldim. Faradona ya'niki nimasi yemi yaxshi, sharoiti yaxshi va O'zbekiston bilan sozgorligi yaxshi va oxirgi natijasi yaxshi degan ma'noga. امیدوارم این همکاری برای پرورش دهندگان ازبکستان هم سودآور باشه و با برکت. ممنون از توجه بزرگان. Bular orzu qilaman, umid qilaman deydilar-ki, bizani Faradonani yemi O'zbekistonda baliqchilari uchun yaxshi kayfiyatli, sifatli yemlari bularga foyda keltirsin deydi. Agar savollaringiz bo'lsa bulardan. Katta rahmat. Bizden Katta rahmat. Menimcha savollarni obeddan keyingi bizda alohida bo'limimiz mavjud. O'shanda hamma zavod vakillarini va undan tashqari mutaxassislarni jalb qilsak-da, umumiy qolgan savollarga o'sha joyda javob bersak degan taklif bilan chiqyapmiz. Hozirda bo'lsa Oxun og'aga katta rahmat aytmoqchimiz chiqishlari uchun. Tashakkurlar etamiz va keyingi chiqishimizga vaqt ajratsak, obeddan so'nggi bitta qisqa chiqishimiz bilan Nozanin Danex kompaniyasiga so'z bersak. Nozanin Danex O'zbekistonda Navro'z Danex bunaqasi bilan tanishadi. Brendida mana bular rahbarlari, doktorlari bizani shunchalik hurmat qilib, har qanaqa sharoitda kelishga tayyor turib keldilar. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni har qanaqa savolimizga va har qanaqa ob'yomga yetkazib berishga tayyorman degan qilib bo'lyapti bular. Keyin yana sizlarga aytib qo'ymoqchimiz, xudo xolasa 5 gacha davom etadi. O'sha oxirida biz eksklyuziv takliflarimizni narxlarni e'lon qilamiz. Narxlarni. Juda sizlarga manfaatli bo'lgan, kutayotgan narsalaringizga javob beramiz. Aynan buni oxiriga qo'ydik, sababi boshida aytsak, keyin ketib qolasizlar. Mana o'zi tashqarida narxlarni aytganimizda bizga zakaz berishni ham boshlashdi. Karmushka Ayratullani ancha skitkali narx aytganmiz. Birovlarga ko'rsatdik, olishdi. Sizlarga ham inshaalloh manfaatli bo'ladi.